elektriklerini, bombalara, zorlara var. Yürekten adduşi 30 metre zaborunu beremiz. Sinkovka, yine götürgal lastik, yaldırap, degan nesi var adamını. Bize yine de tekamüllaştırganımızda yine karanlığa bu döşükü evvel 7'ye 20 cm boladı. Az bola yine iyi yerimde işlemiyor geneken indi bildik kulağa kalasa. Az onam sizler bilen görüp öten üyete özleriz bu haber hastayında bunu. Bunu yengisi dizaynda, yengisi nerede sizler üçün netkemiz kulağa kalasa özleriz bu habere. Assalamualaikum qadrli yurttaşlar. Bugün sizler bilen sağlık amallıqda görüşüp turmamızdan bağa tursamiz. Sizlere xudo qalasa yengeliklerine bomba, zorlu araba. Mega aksiya var dostlar. Mənzillərini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, To'rtko'l tumani Televishki ro'parasida bo'ladi. Ben bozor tarafdan, Xarajat bozor tarafdan kelishlaringizda chap qo'lda bo'ladi, Qalsovoyda o'tgandan keyin. Hokim bog'i tarafdan kelishingizda chap qo'lingizda bo'ladi dostlar. Dastlabkilar ham yana 400 o'ra, bemuammo ham kattayib boradi. Bu aksiyamizni siri navodaligini hozir sizlarga tushuntirib o'tamiz xudo qalasa. Bu aksiyamiz kanalimiz rivoji uchun iş koyulacak videomuz xudo qalasa 10.000 prosmotr, 10.000 like, maksimalni poddelisiya aytilgan va kommentariya yozgan odamlar uchun 4 odamga sovrin qo'ydik. Sovrinimiz nomi birinchi o'ringa yurakdan adduşi 30 metre zaborni beramiz. İkinci birinchi o'ringa 30 metr havo, ikkinchi o'ringa 20 metr, uchinchi o'ringa 10 metr, to'rtinchi o'rinimizga 500 ming so'mlik voucher beramiz. Liboy narsasini sotib oladi va shuningdek, xudo qalasa, shu narsani yurakdan qo'ydik. Agar shu narsa aytilgan narsa bajarilsa, bizlar ham lavz bajariladi shu narsa xudo qalasa. Buni kommentariyalarda netib saylab olamiz. Masalan, shu o'tirgan vaqtida qaysi to'xtab tushsa, şu adam g'olib hisoblanadi. Uni prямо efirda xudo qalasa sizlarga efirni chiqartiramiz. Bundan tashqari do'stlar, bize tunigun bundan bir 10 gün eldimmi aksiya qo'yib o'tdik. Bizda hozir xudo qalasa bir 50%, 60% narsalarimiz uchi o'zgardi, yangilangan geldi. Yangisi yetkali hammasi xudo qalasa va bu Gabion yetkalarimizdan mena yangilari geldi. Yaldirab turishlarına bir ahamiyat berasizlar. Operator bu yaqinroqdan ko'rsatib, bu yandan yeni ko'rsatdik bo'lmasa yana. Yaqinroq olib kelsangiz. Yine dostlar, yine şu haqiqiy Sinkovka, yine ko'rib turgan lastik, yaldirab, simlari aytgan razmerda, yachinkalari ham aytgan razmerda chiqadi xudo qalasa sizlar uchun. Dostlar, keyin sizlarga bize şu görüp mesela şu kommentariyalarni o'qib boramiz, ya bo'lmasa kelgan mijozlarni talab va istaklaridan kelib chiqqan holatda Euro zaborimizni yangilik kiritdik. Uni yine hozir sizlarga xudo qalasa novusunda yangilik kiritganimizni tushuntirib o'tamiz xudo qalasa. Operator bu yandan olib kelasizmi? Yaqinroq olib kelsangiz tushunib oladi xudo qalasa. Döşki katta degan narsa bor edi buni. Bize yine de tekamüllaştırganımızda yine qaranglar, bu döşki evvel 7'ye 20 cm bo'ladi. Hozir bular 7'ye 10 cm tashkil etadi do'stlar. Chisti 4'lik sim ve qo'limizda shtangir bor. Jo'raganimizda shtangir bo'ladi. 4'likmi 4'lik chiqadi, bizda 5'likmi 5'lik chiqadi do'stlar. Shuni kelib turib bemalol o'lchab xarid etishlaringiz mumkin. Hozir bu dush kichikaygan sayin yana buni kuchini 3 barobar kuch qo'shildi do'stlar. Lekin uncha ko'p pul minmadi. Lekin kuchini 3 barobar kuch mindi do'stlar. Bemalol shuni bizdan kelib xarid etishlaringiz mumkin. Bizda razmerlarini tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bo'ylari 1 metr, 1.20, 1.60, 2 metr, yeni 2.5 metr standart. Shuningdek xildagi razmerlar bor xudo qalasa. Yana bir yangiligimiz bor. Do'stlarimiz, shu ko'p mijozlarimiz so'ragan, svetdan boshqa svet yo'qmi deganlar uchun mukri svetidan ham xudo qalasa sizlar uchun tashkillashtirdik. Do'stlar, oqshom shu mukri svetdan где-то bir 300 metre geldi. Hozir bir 100 metrlikmi zabor qoldi o'zi. Nog'oza mukri svet dim xadovoy ekan, bizani yerimizda ishlamay yurgan ekan, endi bildik xudo qalasa. Hozir uni ham sizlar bilan görüp o'tamiz. O'zlaringiz baho berasizlar ekan do'stlar. Yine do'stlar, tarihinde görgen yeşilingisini mukri svetini ham aldırdık. Bunam döşki 7 cm, 10 cm tashkil etadi. Bunam simi chisti 4'lik bo'ladi do'stlar. Bo'yimini 1.60, 2.5lik bo'ladi do'stlar. O'zi 1.60lik eng xadovoyi bo'ladi do'stlar. Aytganimizdek, sifatlari 2-3 baravarina kuchaygan do'stlar bularni. Lekin uni endi razisa pul minmaydi, lekin 2-3 baravar o'zgargan. Buni endi bu sveta o'zlaringiz baho berasizlar endi buni.
Buni yangicha dizaynda, yangicha narada sizlar uchun aytganmiz, Xudo xolasa o'zlaringiz baho beraverasizlar. Hop, razmerlarini tushuntirib o'tdik. Gabion setka, listovoy setka, Rabissa setka. Xudo xolasa hamma setkalarni bizdan topishlaringiz mumkin, xarid etishlaringiz mumkin. Setkalar makoni deb nom olganman. Endi Xudo xolasa shuna yarasha sizlarga shunday narsalarimizni takomillashtirib, sifatlarini Xudo xolasa sizlar uchun kuchliroq aytib boraveramiz. Bizda hamma xohlagan simingizdan bor, aytilgan simda aytilgan sim chiqadi, bu uchun javob. Lekin shartlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, agar bir like'larni bosib, bizani qo'llab-quvvatlab, shu kanalimiz rivoji uchun, O'zbekiston rivoji uchun, navoda endi O'zbekiston rivoji biza o'sib boraversak, asta-asta millatimizga, yurtimizga, ravnaq qo'shib boraveramiz degan umiddamiz. Grup hisobda zaborlarimiz bahosini aytib o'tadigan bo'lsak, 70 ming so'mdan 420 ming so'mga deyman bir dana setga. Bizada bir xil nani, bir xil zaborni, bir xil bo'ydagini 7 xil varianti bor, 8 xildir balki. Shuning uchun har xil razmerni telefon etib natsanglar, Xudo xolasa sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Undan tashqari bizada do'stlar, ibedayna sementlarimiz bor. Xudo xolasa sementlarimiz bor. İbeda karushlarimiz bor. İbedayna anjir bo'lib turgan Rabissa setkalarimiz bor do'stlar. Bemalol kelib bizdan xarid etishlaringiz mumkin. Bizning aksiyamizga, mega aksiyamizga qo'shilib, sizlar ham o'zlaringizga shunday besplatniy sovg'alarni